Assalomu alaykum, qadrli tomoshabinlar. Bugun biz hammamizni, ayniqsa yoshi 60 dan oshganlar va ularning oila a'zolarini chuqur tashvishga soladigan juda muhim va dolzarb mavzuni muhokama qilamiz. Yaqinda internetda va odamlar orasida 60 yoshdan keyin davolashmaydi. Massiv shikoyatlar paydo bo'ldi. Maxfiy buyruq chiqdi kabi gaplar tarqaldi. Bu gap so'zlar nafaqat yoshi ulug' insonlar, balki ularning farzandlari, nabiralari orasida ham jiddiy xavotir uyg'otdi. Bugun men sizga bu masalaga oydinlik kiritishga, bu mishmishlarning ortida qanday haqiqat borligini tushuntirishga va eng muhimi, siz nima qilishingiz kerakligini aytib berishga harakat qilaman. Bu ma'lumot har bir oila, har birimiz uchun juda muhim. Shuning uchun videoni oxirigacha diqqat bilan tomosha qiling. Kanalimizga obuna bo'lishni va bu videoga like bosishni unutmang. Chunki bu ma'lumot ko'proq odamlarga yetib borishiga yordam beradi. Muammoning mohiyati oldin qanday edi va hozir nima o'zgardi? Xo'sh, bu mishmishlar qayerdan paydo bo'ldi va nega ular bunchalik keng tarqalmoqda? Avvallari sog'liqni saqlash tizimida yoshga qarab davolashga cheklovlar haqida ochiq aytilmagan. Har bir inson yoshdan qat'i nazar tibbiy yordam olishga haqli deb hisoblanardi va bu haqqoniy edi. Tez tibbiy yordam xizmati, poliklinikalar, shifoxonalar barchasi yoshi katta bemorlarni qabul qilib, ularga yordam ko'rsatardi. Aslida bu hali ham shunday. Lekin so'nggi paytlarda ba'zi hollarda yoshi ulug' bemorlarning davolanishga murojaat qilishlari, ayniqsa murakkab va qimmat turadigan operatsiyalar yoki davolash kurslariga navbatlar uzoqlashgani, ba'zi tibbiy muassasalarda davolashdan voz kechish holatlari uchrayotgani haqida shikoyatlar ko'paydi. Aynan shu holatlar odamlarni xavotirga solib, 60 yoshdan keyin davolashmaydi degan noto'g'ri xulosaga olib kelmoqda. Aslida maxfiy buyruq degan narsa yo'q. Hech qanday rasmiy hujjatda yoshi 60 dan oshgan fuqarolarga tibbiy yordam ko'rsatilmaydi deb yozilgani yo'q. Bu kabi mishmishlar ko'pincha turli omillarning natijasidir. Birinchidan, tibbiyot sohasidagi resurslarning cheklanganligi. Dunyo bo'yicha jumladan bizning mamlakatimizda ham sog'liqni saqlash tizimi doimiy ravishda resurslar yetishmovchiligi bilan kurashadi. Bu ayniqsa qimmatbaho uskunalar, dori-darmonlar va yuqori texnologiyali operatsiyalar bilan bog'liq. Bunday vaziyatda ba'zida tibbiy xizmatlar navbatlari uzayishi yoki ayrim hollarda alohida qimmatbaho muolajalar uchun qat'iy ko'rsatmalar talab qilinishi mumkin. Bu esa ba'zi bemorlar tomonidan davolashdan voz kechish deb qabul qilinadi. Ikkinchidan, sog'liqni saqlash tizimida amalga oshirilayotgan islohotlar va optimizatsiya tibbiyot xizmatlarining samaradorligini oshirish maqsadida ba'zida yangi qoidalar, me'yorlar kiritiladi. Masalan, profilaktik tibbiyotga e'tiborning kuchayishi, ayrim kasalliklarni ambulator sharoitda davolashga ustuvorlik berish, shifoxonalarda yotish muddatlarini qisqartirish kabi chora-tadbirlar joriy etilmoqda. Bunday o'zgarishlar agar to'g'ri tushuntirilmasa, odamlarda norozilik yoki tushunmovchilik paydo qilishi mumkin. Uchinchidan, ayrim tibbiyot xodimlarining etikaga zid yoki mas'uliyatsiz munosabati. Afsuski, ba'zida shifokorlar yoki hamshiralar tomonidan yoshi ulug' bemorlarga nisbatan beparvolik, qo'pol munosabat yoki baribir yoshi o'tibdi-ku degan yondashuv uchraydi. Bu holatlar umumiy tizimning noto'g'ri ishlashini anglatmasa-da, bemorlar va ularning yaqinlarida jiddiy norozilik va xavotir uyg'otadi. To'rtinchidan, eng asosiysi noto'g'ri talqin va mishmishlar. Biror bir shaxsiy tajriba yoki eshitgan gaplar ijtimoiy tarmoqlar orqali tezda tarqalib, ko'plab odamlarda vahima qo'zg'ashi mumkin. 60 dan keyin davolamaydilar degan gap ham ana shunday noto'g'ri talqin qilingan ma'lumotlarning natijasidir. Xulosa qilib aytganda, maxfiy buyruq yo'q, ammo yoshi ulug' insonlar duch kelishi mumkin bo'lgan ba'zi qiyinchiliklar mavjud. Bizning vazifamiz bu qiyinchiliklarni tushunish, ularga tayyor bo'lish va qonuniy yo'llar bilan o'z huquqlarimizni himoya qilishni bilishdir. Asosiy qism bigi. Nimalarni bilish kerak, kimlar xavotir olishi kerak va kimlar xavotir olmasligi kerak. Keling, endi bu masalani yanada chuqurroq ko'rib chiqaylik. Aynan nima haqida gap ketmoqda va bu sizga qanday ta'sir qilishi mumkin? Birinchidan, yoshi 60 dan oshgan har bir inson O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi va qonunlariga muvofiq tibbiy yordam olishga to'liq haqlidir. Hech kimni yoshi tufayli davolashdan bosh tortishga haqli emas. Bu qoidaga har qanday sharoitda ham amal qilinishi shart. Agar sizga tibbiy yordam ko'rsatishdan bosh tortishsa, bu huquqiy jihatdan noto'g'ri va siz o'z haqlaringizni himoya qilishingiz kerak.
Kimlar xavotir olish kerak? Birgi. Surunkali kasalliklarga chalingan, doimiy nazorat va qimmatbaho dori-darmonlarni talab qiladigan bemorlar. Agar sizda qandli diabet, gipertoniya, yurak kasalliklari, bo'g'im kasalliklari kabi surunkali xastaliklar bo'lsa, sizning holatingizni muntazam nazorat qilib turish juda muhim. Ba'zi hollarda poliklinikada kerakli mutaxassisga uzoq navbatlar bo'lishi, ayrim bepul berilishi kerak bo'lgan dori darmonlarni olishda qiyinchiliklar yuzaga kelishi mumkin. Bu albatta davolashdan voz kechish emas, balki resurslarning cheklanganligi yoki byurokratik to'siqlarning natijasidir. Misol, 58 yoshli Nodira opa uzoq yillardan beri qandli diabet bilan kasallangan. U har oyda poliklinikadan insulin olishi kerak. Lekin so'nggi paytlarda insulin olish uchun navbatlar uzaygan. Ba'zida esa insulin yetishmovchiligi sababli bir necha kun kutishga majbur bo'lganini aytadi. Bu uning sog'lig'iga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Chunki insulinsiz qolish og'ir asoratlarga olib kelishi mumkin. Bunday holatda Nodira opaning tashvishlanishi tabiiy. U nafaqat o'z insulinini o'z vaqtida olishga harakat qilishi, balki agar muammo yechilmasa, Sog'liqni saqlash vazirligining ishonch telefoniga murojaat qilish kerak. 2. Murakkab, yuqori texnologiyali va qimmat operatsiyalarga muhtoj bo'lgan bemorlar. Masalan, yurakni almashtirish, sun'iy bo'g'im o'rnatish yoki murakkab onkologik operatsiyalar. Bunday muolajalar yuqori malakali mutaxassislar, zamonaviy uskunalar va qimmat sarf materiallarni talab qiladi. Davlat tomonidan kafolatlangan tibbiy xizmatlar ro'yxati mavjud bo'lsa-da, ba'zi hollarda navbatlar juda uzoq bo'lishi. Ba'zida esa ayrim muolajalar davlat hisobidan to'liq qoplanmasligi mumkin. Bu asosan tibbiyotdagi zamonaviy tendensiyalar va resurslarni optimallashtirish bilan bog'liq. Misol, 72 yoshli Ahmad aka yuragida og'ir muammo borligi sababli murakkab operatsiyaga muhtoj. Uning oilasi shifokorlarga murojaat qilganida, ularga bunday operatsiyalar uchun navbat juda uzoq ekanligi va ba'zi xarajatlar bemorning o'zi tomonidan qoplanishi mumkinligi aytilgan. Shifokorlar unga boshqa variantlarni, masalan, dori-darmon bilan davolashni tavsiya qilishgan. Chunki Ahmad akaning yoshi va boshqa surunkali kasalliklar operatsiyaning xavfini oshirgan. Bu davolashdan voz kechish emas, balki tibbiy ko'rsatmalarga asoslangan, ammo oila uchun juda qiyin bo'lgan qaror. Bu holatda ayniqsa bir nechta tibbiy xulosani olish va alternativ variantlarni o'rganish muhimdir. 3. Profilaktik ko'rik va skrining dasturlaridan o'tmagan shaxslar. Yosh o'tgan sayin kasalliklarning oldini olish yanada muhim ahamiyat kasb etadi. Agar siz muntazam ko'riklardan o'tmasangiz, kasalliklar ancha ilg'or bosqichga o'tishi mumkin. Bunda davolash yanada murakkablashadi va samarasiz bo'lishi mumkin. Misol, 65 yoshli Gulnora xola so'nggi 10 yilda hech qanday profilaktik ko'rikdan o'tmagan. U o'zini yaxshi his qilib yurgan. Lekin bir kuni birdaniga kuchli bosh og'rig'i va ko'ngil aynishi bilan shifoxonaga murojaat qilgan edi. Miyasida o'sma borligi aniqlangan. Kasallik allaqachon kech bosqichda bo'lib, davolash imkoniyatlari cheklangan edi. Agar Gulnora xola muntazam ko'riklardan o'tganida, kasallikni ancha oldin aniqlash va samarali davolash imkoniyati bo'lardi. Bu misol shuni ko'rsatadiki, davlat profilaktikaga urg'u beradi, lekin bemorning o'zi ham o'z sog'lig'iga mas'uliyat bilan qarashi kerak. Kimlar xavotir olmasligi kerak? 1. Favqulodda tibbiy yordamga muhtoj bo'lgan har qanday shaxs yashash joyi, yoshi, fuqaroligi va ijtimoiy holatidan qat'iy nazar har qanday shaxsga favqulodda tibbiy yordam ko'rsatish shifokorning muqaddas burchidir. Bu holatda maxfiy buyruq yoki yoshga oid cheklovlar mutlaqo qo'llanilmaydi. Har qanday og'ir jarohat, insult, infarkt, o'tkir appenditsit, og'ir allergik reaksiya va boshqa hayotga xavf soladigan holatlarda tez tibbiy yordam chaqirish va darhol shifoxonaga olib borib, birinchi yordam ko'rsatish kafolatlangan. Misol, 71 yoshli Qodir aka to'satdan yurak xuruji bilan tez tibbiy yordamni chaqirdi. Brigada bir necha daqiqa ichida yetib kelib, unga zudlik bilan yordam ko'rsatdi va eng yaqin shifoxonaga olib bordi. Shifoxonada yoshi va boshqa kasalliklar hisobga olinmasdan unga intensiv terapiya ko'rsatildi va hayot saqlab qolindi. Bu kabi holatlarda yosh hech qachon cheklov bo'lmaydi. Ambulator sharoitda davolanadigan oddiy kasalliklar bilan murojaat qilgan shaxslar, masalan, shamollash, gripp, yengil ovqat hazm qilish buzilishi kabi holatlarda poliklinika yoki oilaviy shifokoringizga murojaat qilsangiz, sizga bemalol yordam ko'rsatiladi. Bu yerda ham yosh cheklovlari mavjud emas. Misol, 62 yoshli Dilfuza aya shamollab
yo'tal bilan poliklinikaga borganida u yerda uni bemalol qabul qilishdi, terapevt ko'rigidan o'tkazishdi. Zarur dori darmonlarni tavsiya qilishdi va kasallik varaqasi berishdi. Hech qanday yoshi ulug' degan sabab bilan unga xizmat ko'rsatishdan bosh tortishmadi. 3. Davlat tomonidan kafolatlangan tibbiy xizmatlar ro'yxatiga kiruvchi kasalliklar bo'yicha murojaat qilganlar. Har bir mamlakatda, jumladan bizda ham davlat tomonidan kafolatlangan tibbiy xizmatlar va dori darmonlar ro'yxati mavjud. Agar sizning kasalligingiz ushbu ro'yxatga kirsa, sizga tegishli tibbiy yordam ko'rsatilishi shart. Bu ro'yxat va unga oid ma'lumotlarni Sog'liqni saqlash vazirligining rasmiy saytidan yoki poliklinikangizdan bilib olishingiz mumkin. Misol, 7 yoshli Ibodulla boboning ko'zi xiralashib, katarakta ko'z gavharining xiralashishi aniqlangan. Ushbu kasallikni davlat hisobidan operatsiya qilish mumkinligi haqida ma'lumot olgach, u poliklinika orqali shifoxonaga yo'llanma olib, navbatga yozildi. Bir necha oydan so'ng unga operatsiya qilib berildi. Garchi navbat biroz uzoq bo'lsa-da, unga davolashdan bosh tortishmadi. Shuni ta'kidlash kerakki, bugungi kunda tibbiyotning ustuvor yo'nalishlaridan biri bu profilaktika va sog'lom turmush tarziga e'tibor berishdir. Kasalliklarni davolashdan ko'ra, ularning oldini olishga qaratilgan harakatlar kuchaymoqda. Bu ayniqsa yoshi ulug' insonlar uchun juda muhim. Muntazam sport bilan shug'ullanish, to'g'ri ovqatlanish, zararli odatlardan voz kechish, bular barcha yoshdagilar uchun muhim bo'lsa-da, yoshi katta odamlar uchun bu hayot sifati va uzoq umr ko'rishning kalitidir. Shuning uchun bu o'zgarish aslida bizni o'z sog'lig'imizga yanada mas'uliyat bilan yondashishga undaydi. Asosiy qism 2. Qoidalardagi istisnolar, to'siqlar va noaniq nuanslar hech qanday qoida istisnosiz bo'lmaydi. Sog'liqni saqlash tizimida ham ba'zi istisnolar, to'siqlar va o'ziga xos nuanslar mavjud bo'lib, ularni bilish sizga yordam beradi. Istisnolar. 1. Favqulodda tibbiy yordam. Bu eng muhim istisno. Yuqorida aytib o'tganimizdek, hayotga xavf tug'diradigan har qanday holatda yosh, jins, ijtimoiy mavqedan qat'iy nazar tez va malakali tibbiy yordam ko'rsatilishi shart. Bu mutlaq ustuvorlikdir. Agar shifokorlar sizga yoki yaqinlaringizga favqulodda holatda yordam berishdan bosh tortsalar, bu jiddiy qonunbuzarlik hisoblanadi. 2. Ijtimoiy ahamiyatga ega kasalliklar. Ba'zi kasalliklar, masalan, sil kasalligi, tuberkulyoz, oitis, ayrim onkologik kasalliklar davlat tomonidan alohida nazorat qilinadi va davolanish dasturlariga kiritilgan. Ushbu kasalliklarni davolashda yoshga doir cheklovlar odatda qo'llanilmaydi. Davlat bunday kasalliklarning tarqalishini nazorat qilish va davolashga katta e'tibor beradi. 3. Imtiyozli toifadagi fuqarolar, urush faxriylari, nogironligi bo'lgan shaxslar, Chernobil AES halokati oqibatlarini bartaraf etishda qatnashganlar kabi ayrim toifadagi fuqarolar uchun qonun hujjatlarida qo'shimcha imtiyozlar va kafolatlar belgilangan bo'lishi mumkin. Ular tibbiy xizmatlardan ustuvor tartibda foydalanishlari yoki qo'shimcha imtiyozlarga ega bo'lishlari mumkin. Bu imtiyozlarni aniqlashtirish uchun mahalliy hokimiyat organlariga yoki tibbiy muassasalardagi mas'ul shaxslarga murojaat qilish lozim. 4. Xususiy klinikalarning imkoniyatlari. Davlat tibbiyotdan tashqari xususiy klinika va markazlar ham faoliyat yuritadi. Agar davlat tizimida navbatlar uzoq bo'lsa yoki ba'zi xizmatlar qoplab berilmasa, xususiy tibbiyot muassasalariga murojaat qilish imkoniyati mavjud. Albatta, bu qo'shimcha moliyaviy xarajatlarni talab qiladi, lekin ko'p hollarda tezroq va qulayroq xizmat ko'rsatish imkonini beradi. To'siqlar va qiyinchiliklar, bir bemorning huquqlari haqida ma'lumot yetishmasligi, ko'pchilik fuqarolar, ayniqsa yoshi ulug' insonlar o'zlarining tibbiy huquqlari, davlat tomonidan kafolatlangan xizmatlar ro'yxati haqida yetarli ma'lumotga ega emaslar. Bu esa ularni o'z haqlari buzilganida jim turishga yoki vaziyatga ko'nishga majbur qiladi. Bilimsizlik bu eng katta to'siqdir. 2. Byurokratiya va uzoq navbatlar, ba'zi mutaxassislarga yozilish, tahlil natijalarini olish yoki shifoxonaga yotish uchun yo'llanma olish jarayoni murakkab va uzoq vaqt talab qilishi mumkin. Bu byurokratik to'siqlar bemorlarning asabiga tegadi va ularni davolanishdan voz kechishga undashi mumkin. 30. Tibbiy xizmatning sifatidagi nomutanosibliklar. Qishloq joylari va chekka hududlarda tibbiy xizmatlarning sifati, shifokorlar malakasi va texnik ta'minoti yirik shaharlardagidan farq qilishi mumkin. Bu ham yoshi ulug' bemorlar uchun jiddiy muammo tug'diradi. Chunki ular ba'zan malakali yordam olish uchun uzoq masofalarga borishga majbur bo'ladilar. 4.
davolashda parvarishlash tushunchasining noto'g'ri talqini. Ba'zida shifokorlar kasallikni butunlay davolash imkoni bo'lmaganida bemorning ahvolini yengillashtirishga, og'riqlarni qoldirishga qaratilgan palliativ yordamni tavsiya qiladilar. Bu davolamaymiz degani emas, balki hayot sifatini yaxshilashga harakat qilamiz degan ma'noni anglatadi. Lekin bemorlar yoki ularning oila a'zolari buni davolashdan voz kechish deb tushunishlari mumkin. Misol, 9 yoshli Bibi Sarvigul og'ir onkologik kasallikka chalingan bo'lib, kasallikning so'nggi bosqichida edi. Shifokorlar unga palliativ yordam, ya'ni og'riqni qoldirish, uy sharoitida parvarish qilish va hayot sifatini maksimal darajada saqlashni tavsiya qilishdi. Bibi Sarvigulning o'g'li dastlab onamni davolashdan bosh tortishyapti deb norozilik bildirdi. Lekin keyin shifokorlar bu yordamning maqsadi va ahamiyatini tushuntirgach, bu palliativ yordam ham tibbiy davolashning muhim bir qismi ekanligini anglab yetdi. Noaniq nüanslar 1. Profilaktika va erta aniqlashga urg'u. So'nggi yillarda sog'liqni saqlash siyosiy kasalliklarni davolashdan ko'ra ularning oldini olish va erta bosqichlarda aniqlashga qaratilgan. Bu ayniqsa yoshi ulug' insonlar uchun juda muhim. Muntazam tibbiy ko'riklar, skrining dasturlari orqali kasalliklarni boshida aniqlash va ularning rivojlanishining oldini olish mumkin. Bu nafaqat bemorning sog'lig'i uchun, balki davlat resurslarini tejash uchun ham foydalidir. 2. Oila a'zolarining roli. Yoshi ulug' insonlarning sog'lig'ini saqlashda oila a'zolarining roli juda katta. Shifokor bilan muloqot qilish, dori-darmonlarni nazorat qilish, ko'rikka olib borish, bularning barchasi oilaning zimmasida. Ba'zida keksa kishilar o'z muammolarini aytishdan uyalishlari yoki unutib qo'yishlari mumkin. Shuning uchun oilaning faol ishtiroki zarur. O'chi bemorning o'z roziligi va ma'lumotli qaror qabul qilish. Har qanday tibbiy muolaja o'tkazishdan oldin bemorning yozma roziligi olinishi shart. Shifokor bemorga yoki uning vakiliga kasallikning mohiyati, davolash usullari, kutilayotgan natijalar, mumkin bo'lgan asoratlar haqida to'liq ma'lumot berishi lozim. Shundagina bemor ma'lumotli qaror qabul qilishi mumkin. Agar shifokor davolash usulini o'zgartirgan bo'lsa, u bu qarorning sabablarini to'liq tushuntirishi kerak. 4. Tibbiyotdagi innovatsiyalar va ularning qamrovi. Tibbiyot doimiy rivojlanishda. Yangi davolash usullari va dori-darmonlar paydo bo'lmoqda. Biroq bu innovatsiyalarning barchasi birdaniga keng jamoatchilikka ochiq bo'lmasligi mumkin. Ba'zi qimmatbaho, eng zamonaviy muolajalar hali davlat tomonidan to'liq moliyalashtirilmaydi va buning uchun navbatlar yoki to'lovlar talab qilinishi mumkin. Xulosa qilib aytganda, 60 yoshdan keyin davolashmaydi degan tushuncha noto'g'ri. Ammo tibbiy xizmatlarga kirishda ba'zi qiyinchiliklar, byurokratik to'siqlar, resurslar cheklanganligi sababli yuzaga keladigan holatlar mavjud. Bularni bilish va to'g'ri harakat qilish sizning asosiy vazifangiz. Amaliy maslahatlar, tomoshabin nima qilish kerak, endi eng muhimiga o'tamiz. Siz nima qilishingiz kerak? Qanday qilib o'z huquqlaringizni himoya qilishingiz va kerakli tibbiy yordamni olishingiz mumkin? Mana sizga qadam-ba-qadam aniq ko'rsatmalar. Biring xabardor bo'ling va o'z huquqlaringizni biling. Sog'liqni saqlash vazirligining rasmiy veb-saytini muntazam kuzatib boring. Unda tibbiy xizmatlar, imtiyozlar, yangi qoidalar haqida ma'lumotlar joylashtiriladi. O'zbekiston Respublikasi fuqarolar sog'lig'ini saqlash to'g'risidagi qonunni o'rganing. Bu qonun sizning asosiy tibbiy huquqlaringizni belgilaydi. Poliklinikangizda yoki tuman sog'liqni saqlash bo'limida davlat tomonidan kafolatlangan bepul tibbiy xizmatlar ro'yxati haqida ma'lumot oling. Ushbu ro'yxatda sizga qaysi kasalliklar bo'yicha qanday tibbiy yordam bepul ko'rsatilishi aniq ko'rsatilgan bo'ladi. 2. Muntazam tibbiy ko'riklardan o'ting. Yoshingizdan qat'iy nazar, har yili kamida bir marta profilaktik tibbiy ko'rikdan o'ting. Bu kasalliklarni boshida aniqlash va oldini olishning eng samarali yo'li. Qandli diabet, qon bosimi kabi surunkali kasalliklar bo'lsa, shifokor ko'rsatmalariga qat'iy rioya qiling va dori-darmonlarni o'z vaqtida qabul qiling. Bu keyinchalik og'ir asoratlarning oldini oladi. Tibbiy hujjatlaringizni tartibli saqlang. Barcha tibbiy xulosalar, tahlil natijalari, shifokor retseptlari, kasallik varaqalari va shifoxonadan chiqarish epikrizlarini yig'ib tartibli saqlang. Bu hujjatlar sizning tibbiy tarixingizni tasdiqlovchi asosiy dalillardir. Qog'oz shakldagi hujjatlarni raqamli formatga o'tkazish, skaner qilib olish ham maqsadga muvofiq bu ularning yo'qolishining oldini oladi va kerak bo'lganda tez topishga yordam beradi. 4.
tibbiy yordamga murojaat qilganingizda oila a'zolari bilan boring. Agar yoshi ulug' kishi shifokor qabuliga borsa, imkon bo'lsa unga farzandlardan, nabiralardan yoki ishonchli oila a'zolaridan biri hamrohlik qilsin. Hamrohlik qiluvchi shaxs shifokorning aytganlarini eslab qolishga, kerakli savollarni berishga va kelishmovchiliklar yuzaga kelganda bemorning manfaatlarini himoya qilishga yordam beradi. Shifokor bilan suhbat chog'ida. Ayniqsa muhim qarorlar qabul qilinayotgan bo'lsa, ma'lumotlarni yozib oling. Agar ruxsat berilsa, ovoz yozuvchi qurilmadan foydalanish ham mumkin, ammo bunga ruxsat olish shart. 5. Rasmiy shikoyat qilishdan qo'rqmang. Agar sizga tibbiy yordam ko'rsatishdan asossiz ravishda bosh tortilsa yoki sifatsiz xizmat ko'rsatilsa, shifokor yoki tibbiyot muassasasi xodimi sizga qo'pol munosabatda bo'lsa, jim turmang. Asli birinchi qadam tibbiyot muassasasining o'ziga yozma ravishda murojaat qiling. Bosh shifokor yoki uning muoviniga ariza yozing. Arizada vaziyatni to'liq va aniq bayon qiling, sana va imzo qo'ying. Shikoyatga tibbiy hujjatlaringiz nusxalarini ilova qiling. Ariza nusxasini qabul qilinganligi haqidagi shtamp yoki imzosi bilan o'zingizda saqlang. Ikkinchi qadam, agar muammo hal bo'lmasa, Sog'liqni saqlash vazirligining ishonch telefoniga qo'ng'iroq qiling. Raqamlarni internetdan yoki mahalliy sog'liqni saqlash bo'limidan bilib olishingiz mumkin. 3-chi qadam. Astas viloyat yoki tuman sog'liqni saqlash boshqarmasiga yozma ravishda shikoyat qiling. Astas 4-chi qadam. Agar yuqoridagi choralar natija bermasa, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasining ishonch telefoniga murojaat qiling yoki onlayn qabulxonasiga murojaat yo'llang. Eng muhimi, har qanday murojaat qilishdan oldin vaziyatni aniq ifodalovchi dalillar, masalan, rad etish haqidagi yozma xulosa, shifokorning ismi sharifi, guvohlar ko'rsatmasi bo'lsa, ishingiz tezroq hal bo'ladi. 6. Moliyaviy rejalashtirish haqida o'ylang. Ba'zi hollarda davlat tomonidan kafolatlangan bepul xizmatlardan tashqari qo'shimcha qimmatbaho tibbiy xizmatlar talab qilinishi mumkin. Bu haqda oila a'zolari bilan ochiq gaplashish, moliyaviy imkoniyatlarni o'rganish muhimdir. Sog'liqni saqlash uchun sug'urta imkoniyatlarini o'rganish ham foydali bo'lishi mumkin. Garchi bu amaliyot bizning mamlakatimizda hali to'liq rivojlanmagan bo'lsa-da, 7. Sog'lom turmush tarzini saqlang. Bu eng muhim tavsiyalarimdan biri. Sog'lom ovqatlanish, jismoniy faollik, stressdan uzoq bo'lish, zararli odatlardan voz kechish. Bular barcha yoshdagilar uchun. Ayniqsa 60 dan keyin ham sog'lom va faol hayot kechirishning kalitidir. Kasalliklarning oldini olish eng yaxshi davolash usulidir. Qo'shimcha ma'lumot olish uchun agar sizga noma'lum tibbiy atamalar yoki tushunchalar bo'lsa, ularni tushuntirishni so'rashdan tortinmang. Shifokor sizga hamma narsani tushunarli tilda tushuntirib berishi shart. Agar shifokorning tavsiyasiga shubha qilsangiz, boshqa mutaxassisning fikrini olishga haqlisiz. Bu ikkinchi fikr deb ataladi va tibbiyotda keng qo'llaniladi. Xulosa va yakuniy xulosa: qadrli do'stlar, men bugun 60 yoshdan keyin davolashmaydi degan juda jiddiy va tashvishli savolga javob berishga harakat qildim. Xulosa qilib aytganda, bunday maxfiy buyruq mavjud emas va hech kimni yoshi tufayli davolashdan bosh tortishga haqli emas. Ammo tibbiy tizimdagi ba'zi qiyinchiliklar, resurslar cheklanganligi, byurokratik to'siqlar tufayli yuzaga keladigan holatlar borligi ham haqiqatdir. Shuning uchun vahimaga tushmang, ammo ogoh bo'ling va tayyor turing. O'z huquqlaringizni biling, ularni talab qiling. Tibbiy hujjatlaringizni tartibli saqlang va muntazam ko'riklardan o'tib sog'lom turmush tarzini saqlashga harakat qiling. Sizning sog'lig'ingiz sizning qo'lingizda. Davlat ham, shifokorlar ham sizga yordam berishga majbur. Lekin sizning o'zingizning faolligingiz va ma'lumotdorligingiz juda katta ahamiyatga ega. Bu video siz uchun foydali bo'ldi degan umiddaman. O'z fikr va tajribangizni izohlarda yozib qoldiring. Balki sizning tajribangiz boshqa odamlarga yordam berar. Videoga like bosishni va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' va salomat bo'ling.